Bu videoda oddiygina paketdan yasalgan parashyutda 15 metr balandligi mostdan sakrab ko'raman. Lekin bundan oldin biz oddiygina paketdan uchadigan parashyut yasasa bo'ladimi yo'qmi? Shuni isbotlashimiz kerak. Va shu uchun ham avval kichkina detallardan boshlaymiz. Bo'lmasam boshlaylik. Bo'lmasam birisi boshlaymiz. Ya'ni bu 100 dan biri, yarim kilo. Qani parashyutimizni ko'tara olaylik. Demak, rostdan ham paketdan parashyut yasab sakrasam bo'ladi. Xo'p, ana endi qaraymiz. Что, как tushganda bakalshga nimadir qildimi, qilmadimi? O'rtacha 50 kilo bo'lsa, yana shundan 100 barobar kattasini yasasak, shunda rostdan ham odam sakrashi mumkinmi? Что, odam paketdan parashyut yasab sakrashi. Bu real narsami yo'qmi? Shuni isbotlaymiz. Xo'p, qana qaraylikchi. Da, bagaj hech bo'lib qolmagan. Va hozir sizlar bakalshkani parashyut bilan sakraganini ko'rasizlar. Va bu 2 sekund 100 dan 36 sekundda tushdi. Va bakalshkani o'zi parashyutsiz tushganida 1 sekund 100 dan 45 millisekundga tushdi. Ya'ni parashyut почти 1 sekundga buni tushishini sekinlashtirib beribdi. Xullas, biz o'ylagan parashyut yarim kilolik narsani yaxshi yerga tushirib oldi. Ana endi stavkani oshiramiz. Ya'ni 1,5 kiloni ham parashyut narvani yerga tushira oladimi? Shuni ham qo'z tekshirib ko'ramiz. Hozir sizlarga qanaqasiga biz parashyutlarni yasayotganimizni tushuntirib o'taman. Birinchi bo'lib paketlarni xuddi ko'rinkaga o'xshab ocha olamiz va iplarni bog'lab chiqsak, parashyutchamiz ham tayyor bo'ladi. Menimcha uchadi deb o'ylayman. Ana endi mana bu 15 metr balandlikdan buni ham tashlab ko'ramiz. Ya'ni hozir 1,5 kiloni mana bu paketli parashyut bilan yerga qo'ndira olsak bo'ladimi yo'qmi? Bo'lmasa biz ketdik. Bo'lmasa hozir most tepasidan chiqib qoldik. Mana bu parashyutimizni ostidan ham ko'ramiz. Ikkinchi metrni ko'ramiz baribir. Xullas, o'tolar o'zingizlar ham ko'rdinglar. Bu yerda ip uzilib ketib qoldi va shu uchun ham xato tushdi deb o'ylayman. Va hozir biz boshqatdan buni rekonstruksiya qilib, to'g'ri aytmanimcha, rekonstruksiya qilib turib, iplarni yaxshi ko'chmay yaxshilab qotirgan holda boshdan tashlaymiz. Va shunda ham tushsa o'xshaydi. Tasavvur qiling, hozir agarda odam sakraganda bunaqa tushsa, oyoq-oyoqsini o'lib ketsa kerak. Xullas, o'tolar bunaqa ko'cha bilan polni buni rekonstruksiya qildik va ana endi hozir tepaga chiqib tashlab ko'ramiz. Xo'sh, o'tolar, ana endi ikkinchi urinish. O'xshadi, realni o'xshadi. Kurtish payti mana hozir buni oldingisini solishtiramiz. Ya'ni buni oldingi buzilgan parashyutda bakalshka yerga 1 sekund 10 dan 23 millisekund tushgandi. Va endi parashyut ishlagandan keyin bakalshka 2 sekund 100 dan 20 millisekundga tushdi. Ya'ni bakalshkani pastga bosimi tushishini parashyut sezilarli darajada sekinlashtirib berdi. Xo'sh-da, bakalshkanga ham cho'la qilmagan, yorilmagan, parashyut da keyin ham kirib olar ekan. Demak, 1,5 kiloni ham oddiy paketdan yasalgan parashyut yaxshi yerga tushira oldi. Agar odam bo'lsa, bundan yerdan xuddi sakragan ekan, narsa ham tushdi. Va ana endi yana stavkani ko'taramiz. Ya'ni mana bu 5 kiloni, ya'ni 5 litr suv, bilsanglar 1 litr 1 kilo, shunaqa hisoblanadi. Va ana endi mana shu 5 kiloni mana bu 15 metr balandlikdagi mostdan pastga tashlab ko'ramiz. Uni oldin har doimgidek parashyutimizni solishimiz kerak. Va xushbat o'rtoqlar, shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz albatta like bosib qo'ying. Chunki o'rtoqlar, mana shuncha harakat qilish bizga oson bo'lmayapti va har safar mostga chiqib tushish bu o'zingiz bilsangiz ham qiyin. Shu uchun o'rtoqlar like bosib qo'ying, chunki biz sizlar orada yo'qib ketdik. Kam video chiqardik va hozir yana ko'proq video chiqaramiz va bu sizlar podдержка qilsanglar biz yana ko'p chiqaramiz. Va bunaqa eksperimentni ko'proq olishimiz uchun like bosing. Xo'p, mana 2 marta 3 marta like bosib so'radim. Hali ham bosmagan bo'lsangiz iltimos bosib qo'ying. Давайте harakat qilamiz sizlar uchun. Ana endi biz yanada kattaroq parashyut yasashga kirishamiz. Menimcha bu parashyut bemalol ucha oladi. Va hozir bunda uchish mumkin tekshirib ko'ramiz. Chunki bu realni katta bo'lgancha. Haqiqiy parashyutlarga o'xshadi-ku bu ham. O'rtoqlar, men sakraydigan parashyut ham tayyor. Ketdi, qani proba, rostdan ham ko'tarildi. Voy! Yurishmancha qiylashib qoldi. Demak, parashyut rostdan ishga o'xshab ko'ryapti. Lekin xush payti ham savol 15 metr balandlikda, 15 metr balandlikka bu razg'om ola oladimi? Ya'ni bundan ochilishi bunday bo'ladi-ku. Ochilguncha bu yerga tushib qolmaydimi? Bu savolga video davomida javob topamiz. Va ana endi 5 kilogramm narsamizni parashyutimizga qotira olamiz va parashyut 15 metr balandlikdan shu 5 kilogramm narsani yengilgina yerga tushirib olish kerak bo'ladi. Xullas, ana endi navbat 5 kiloga. Tayyorsizlar? Katta, ha, bo'g'inglar. Wow! O'xshadi! O'rtoqlar, tasavvur qilsam, qo'ldim bitta 5 kiloni parashyut tashladik. Va juda ham cho'tga tushdi. Hozir dal moment o'zim parashyutdan sakrasam tirik qolaman deb o'ylayman. Ashi zo'r chiqdi, lekin har tasavvur qilgan bir balandroq zdaniya, bir masalan O'zbekistonning eng katta baland zdaniyadan ham eksperimentlar qilib, haqiqatan parashyutlar uchadimi yo'qmi deb sakrasak parashyutda. Lekin seriozga aytganda, shu masshtabli narsa bo'ladi va xuddi shunaqa vaziyatlar uchun bizga binom yordamga keladi. Esingizda bo'lsa, bundan oldin videolarda ham sizlarga binom haqida juda ham ko'p aytganman. Va bilmaganlar uchun binomo bu onlayn trading platforma. Ya'ni siz bu platforma yordamida qo'shimcha daromad topishingiz mumkin bo'ladi. Va gap ko'paytirmaymiz-da, davaydi. Hozir o'zida savdoga kirishamiz. Mana hozir binom platformasiga kira oldik va ko'rib turganingizdek oxirida savdo tushayotgan ekan va biz ham hozir tushiga berib ko'ramiz.
Wow! O'rtoqlar, ko'rgan bo'lsanglar, hozir o'zimdan sotuvda plis bilan chiqdim va Binemoni menga eng yoqin narsalardan biri. Programmadan foydalanayotgan paytingiz agar sizda qanaqadir ошибка, qanaqadir muammo paydo bo'lsa, 24/7 bemalol murojaat qilishingiz mumkin va любой muammolarni qisqa vaqt ichida yechib berishadi. Va o'rtoqlar, Binemoni ssilkasini pastda qoldiraman va mana bu promokodni o'tsanglar birinchi kiritgan pulingiz 2 barobarga oshadi. Va bo'lmasa biz eksperimentimizni davom ettiramiz. No, bakalashga hech yo'l qilmagan. Даже bakalashga tegib pachoq bo'lmagan. Даже mana qilsa даже pachoq bo'lishi mumkin, lekin hozir просто mashinani baland tashladik va parashyut bilan pachoq bo'ldi. No, demak 5 litr juda ham zo'r tushdi va parashyutimiz ishladi va endi navbat 10 litr xuddi shunaqa tashlashga. Ya'ni 10 litr degani 10 kilo degani. No, men shu ishni o'rganib qoldinglar. No, bo'lmasam ketdik. No, xuddi shu payt qaranglar. Hozir men parashyut buni bemalol qildi-da. Va o'ylashim bo'yicha, men amerikanskiy videolarda ko'rganman-da, xuddi shunaqa parashyut bilan va shu 20-30 litrdan tashishdi. Va hozir parashyut esa vaqt ketkazmaymiz-da. Mana shu parashyut o'zida 10 litr shuni bog'lab tashlaveramiz. Qo'shasizlarmi? Qo'shilaman. Ketdik. Parashyutimiz yana mana bu 10 litrli bagalashga bog'lashdan oldin parashyutimizni test drive qilib ko'ramiz. Ya'ni joy yirtilmadimi? Xullas ketdim. No, da yugurish shart emas, tak normal yo'sha ko'ryapti. Va ana endi 10 kilo yukni ham parashyut ko'tara oladimi yo'qmi? Shuni ham tekshirib ko'ramiz. Davay, qaysi olida? 3 2 Ochamiz, ketdi. Короче, parashyut bosim ko'taramadi. Unda o'zimiz uchun olib, bunaqa og'ir bosim bilan ko'tarilgan parashyut ko'taramas ekan. No, baribir biz to'xtab qolmaymiz va hozir 22 kilolik san tashlab ko'ramiz va unda ancha katta parashyut yasaymiz. Nimaga bu o'xshamagan men bilaman. Hozir shotkincha o'zimizda kadr ko'rdik va qarasak, parashyut yarim yo'lda yertirib ketib qolgan ekan. Ana endi ham jahlim chiqdi va ana endi navbatga 22 litr, ya'ni 22 kiloga va 22 kilolik parashyutni biz bundan 2 barobar katta qilsak, boshqa katta bo'ladi. Yoshi qiyin bo'ladi va uni aniq qilish, tashish. No, hamma bo'lmasa davom etamiz. Ketdik. Paketlarimizni kesib, yopishtirib olishimizga o'rtacha 2-3 soat ketdi. Xullas, o'rtoqlar, mana bunaqa lentadan 3 ta yasadik va hozirchasini qo'shganda, qarchi to'g'ri-to'g'richilik qo'shilganda bitta katta to'g'richi paydo bo'ladi va o'sha bizning eng katta parashyutimiz bo'ladi. Va hozir biz mana shu gigantik samolyotda mana shu 20 litrli, agar 20 litrli yaxshi tushsa, 50 litrli, ya'ni 50 kiloli narsani tepadan pastga tashlaymiz. No, bo'lmasa endi mana bunaqa lentalarimizni yopishtirib chiqishdan boshlaymiz. Va o'rtoqlar, yarim soatlik mehnatımizdan keyin parashyutimizni polni bilan o'rnatib chiqdik va hozir bunga 20 kilo narsa tashishdan oldin mana shu yerda bitta samolyot bor, samolyotda sakrab ko'raman parashyut bilan. Tasavvur qilsam, haqiqiy samolyotda o'z parashyutini sakrab ko'raman. No-da, parashyutdan samolyotdan bunaqa zo'r saslanadi emas. No, baribir balki uni ko'taradi bo'layman. Mana samolyot oldiga boramiz hozir. Xullas, samolyot tepasiga chiqmadim, bu chiqish qiyin ekan. Shuning uchun boshqa balalarni sakrab ko'raman parashyut bilan. Xullas, hozir bundan sakrasam osh-oshga speed qilmaydi, shuning bilaman. Shuning uchun yugurib kelib sakramoqchiman. Daraxt yo'q joyga. Ishqilib oyog'im sinmasi bo'ldi. Ochilyapti. Ochilmas ekanda. To'liq ochilishi vaqt ketar ekan. Xullas, tepadan sakramadim, chunki oyog'im sinishini xohlamadim. Voy, aytgan yomon ko'rindi quyosh bilan. O'rtoqlar, bu paket yasalgan o'zimizning eng katta parashyut mana shu. Boshqa eksperimentli video otgan uchun bitta like bosib qo'ying va shuncha harakatni faqatgina sizlar uchun. Ana endi bochkalarimizga 22 litr suvni to'ldirib 15 metr balandlikdan tashlaymiz. Xulosa o'rtoqlar, mana hozir 22 kiloni tepaga olib chiqamiz. To'g'risini aytsam, oxir paytda o'xshamaydi deb o'ylab qoldim. No, baribir o'xshaganlarni o'xshamaydi deb o'ylagandim, o'xshudi. Va xudo osmonichi bunisi ham o'xshaydi. Xulosa o'rtoqlar, suv shuncha kirib bo'ldi va почти 3 soat davomida yasalgan narsalar va hozir mana o'sha paketdan parashyut o'xshaydi. Bunaqa katta paketli parashyut bilan ham shoqqasi bo'lmas ekan. No, real motivatsiyam tushib ketdi. Boyagi bochkani o'rnida 22 kilo keladigan bir 3-sinfmi, 5-sinfmi bola bo'lganda o'sha bochkani aholiga tushgan bo'lar. Yo'q. Bochka jona qattiq tushmadi. Men o'ylagancha qattiq tushmadi. Bochka o'zidan tashlaganda qarchi bundan ham qattiq tushishi 100% edi. Agar sizga bu anzur rostdan ham qiziq bo'lsa va shu qiziqlik menga bildirmoqchi bo'lsa, dayt like bosinglar. Agar mana shu videoning tagiga like 40 mingdan oshsa, men boshqacha paket balki paketni 2-3 qat qilarmiz. Xullas, realni ro'yana kirishamiz. No, hozir ko'rdinglar, pashi ertalab ondan beri shuncha harakat qildik va o'xshagani shu bo'ldi. Zato parashyutdan tushganlari ham bo'ldi. No, ko'rdinglar o'rtoqlar, yana omadsizlik bilan video tugadi. No, baribir ham o'xshaganlari ham bo'ldi va men o'zim uchun shunaqangi plan qildim va 100% sizlar rostdan like yig'inglar va mendan video mo'shni kutinglar. Keyingi videoda 10 kiloni ham, 20 kiloni ham, 50 kiloni ham, 60 kiloni, qarchi o'zim ham ko'taradigan parashyut yasaymiz. No, mayli, bir kun vaqtimiz ketsin. Lekin baribir o'sha bilasizlar gapimni turaman va o'sha narsani qilaman. No, prosta qilganga yarasha sizlarga ham qiziqmi yo'qmi bilishim kerak. Agar sizlarga bu mavzu ko'rdinglar, qanaqa bo'lishini va bundan ham baland mos topamiz 100% va tasavvur qilsizlar nima bo'lishini. Va agar siz tasavvur qilayotgan narsalarni xohlayotgan bo'lsanglar, bilan o'zim sakrashim paketdan parashyutlar, xullas shu narsa xohlayotgan bo'lsanglar, like bosinglar. 40 ming likedan oshgandan keyin, mana shu videoning tagida 40 ming likedan oshgandan keyin men o'sha videoni olaman. Omadim kelganda ham sizlar podдержка qilgansizlar va o'ylaymanki, mana bu to'ram omadsizlik paytimda ham podдержка qiladi va sizlar podдержка yordamida ham menga motivatsiya ko'payib, aniq shu ishni qilaman.
Xullas, men bu yerda juda ham qiziqarli video turdi va bu videom sizga yoqishini ishonaman. Yana omadsizlik. Ciao.